Namuncha chiqishingiz qiyin. Tayyorlangunimcha vaqt ketdi-da. Bu ham azizam, chiroylisiz siz. Voy, dadasini mashinasimi? Ko'chaga mashina haydab chiqmagin degandilar. Ishqilib qo'rqdim. Yo'lida qizmi? Tani qo'yib ekanmi ishqilib? Oybek aka. Ha. Olib berdingiz-ku. Ha. Endi uyagim keladi. Shuni bilib Iskandar Bindingiz mezbon loyihasini surishtirdim. Hozir zo'r narxlar ekan. Hozir 1 minut. Bosh qo'yaptilarmi? Bir xonali uy olmoqchi bo'lganlar uchun boshqa to'lovi 82 million. Yana qilaman. Hozir 1 minut. Yana bosh qo'yaptilar. 2 xonali uy olmoqchi bo'lganlar uchun 88 million boshqa to'lov qilinsa, uy ha. Hozir 1 minut gaplashasan, mayli. Alo, xotin. Telefonni ko'tarmayapmanmi? Qilaverma. Qattasiz? Maylisdaman. Ha, majlisdamisiz? O'zim chiqib qilaman, qay. Ko'rsatib qo'yaman majlislarini. Xo'jayin telefon. Majlis bor deydi. Hozir men bandman dedim. O'zimni majlisim bor dedim. Boplabsiz. Kamon poshlaringizdan o'rgiling. Aldirvochmi? Dadasi. Voy. Chachimay, o'tiribsizlarmi? Hoy, majlis. Majlis. Nimaga majlis uyda kam bo'lyapti desam? Hamma majlislar ko'chada bo'ladi ekanda. Ya, noto'g'ri tushunding. Adasi. Mana bu granata. Bu nima? Er bermoq, jon bermoq. Bum. Вот идет караван. Hasan aka. Yangi xotini. Mana Husan aka. Ikkita farqni toping. Mustayma. Ketmanda. Haydi bismillah. Dahshat o'lyapti, syomka dahshat o'lyapti o'rtoqlar. Tez kunda kontentni bombasi. Adashib qolganman. Senga mazzayu, men erim deb o'ylabman deysan bo'ldi. Manasini chizani kiyibman. Bundan kelmayapti. Maza qilib adashib yurgisi kelyapti, yuruz. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. Bog'oyatda xursandman siz bilan tanishganimdan. Dadangga hozir ko'rsatib qo'yamiz. Ha, dadasi. Bolalaringizni rizqini mana bunga yediryapsizmi? Xotin, ja qo'lingni bigiz qilvorma. Bu mehmon qilyapti. Bu cho'tni to'layapti. Yo'q-a? Voy, bilmay qopmiz-ku. Uzr, bezovta qildik. Yaxshi o'tiringlar. Yoqimli ishtaha. Qorningiz to'ydirib uyga borarsiz. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ketdik. Xayr. Noto'g'ri tushunmaysiz. Dadasi. Uyga ham saboy oling. Bolalaringizga. Mana shuni ham yo'q qilishasan. Oling. Xo'p. Jona, saboy ham ovozli bo'ladimi?